Mamlakatimizda barcha sohalarni korrupsiyadan xoli bo'lishiga alohida e'tibor qaratilib, bu borada zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ammo sholi kurmaksiz bo'lmaganidek, xizmat mavqeidan shaxsiy maqsadlarda foydalanish holatlari afsuski hali hamon uchrab turibdi. Jumladan, O'zbekiston Xalqaro arbitraj va hakamlik sudlarini rivojlantirish jamoat fondi huzuridagi doimiy faoliyat ko'rsatuvchi Namangan viloyat hakamlik sudi sudyasi Chust tumanida yashovchi shaxsga mazkur tumanning Mustaqillik mahalli fuqarolar yig'inidagi 6 sotix yer maydonida joylashgan, qurilishi tugallanmagan, bahsli noturar binoga egalik huquqini beruvchi hal qiluv qarorini chiqarib berish evaziga 3200 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda hakamlik sudi sudyasi ushbu pul mablag'ini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hamkorlikda o'tkazilgan boshqa tezkor tadbirda esa Farg'ona viloyati veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi bosh mutaxassisi O'zbekiston tumanidagi chorvachilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaligining naslchilik toifasiga o'tkazilganligi to'g'risida guvohnoma rasmiylashtirib berganligi evaziga mazkur xo'jalikning ish boshqaruvchisidan 500 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Dastlabki surishtiruv tadbirlari davomida bosh mutaxassis ushbu pul mablag'ini viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosariga berishi kerakligi ma'lum bo'lib, tezkor tadbir davom ettirildi va mazkur mansabdor shaxs 300 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Samarqand viloyatida kuzatilgan holatda Pastdarg'om tumanida buxgalteriya xizmatlari ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari 2 nafar fuqaroni ishonchiga kirib, ularni o'zi buxgalteriya ishini olib borayotgan korxonalarning go'yoki ishchi xodimi bo'lganliklari haqida soxta ma'lumotlar kiritish orqali ish stajlarini ko'paytirib, har biriga 2,5 million so'mdan pensiya tayinlanishini Inson ijtimoiy xizmatlar markazi Pastdarg'om tuman bo'limi xodimi bilan hal qilib, nafaqaga chiqarib berish evaziga 2000 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari kelishilgan puldan 1900 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Bu kabi qonun buzilishi poytaxtimizda ham qayd etilib, xususan Toshkent shahar kanallardan foydalanish va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish boshqarmasining 2 nafar bo'lim boshlig'i o'z xizmat mavqelaridan foydalangan holda qurilish firmasi tomonidan Bo'zsuv kanali hududiga to'kilgan chiqindi tuproqlar uchun 60 million so'm miqdorida jarima qo'llanilishi yuzasidan dalolatnoma rasmiylashtirmaslik va kelgusida rahnamolik qilish evaziga ta'magirlik yo'li bilan 30 million so'm olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.